aziz mehmonlarimiz mana to'yimiz juda ham yaxshi o'tdi. Vaqtimiz ham bo'laverdi endi. Mana shu to'yimizning oxirida 20 manat pul prizimiz qo'yilgan edi. Hozir mana shu davramizda yaxshi o'ynagan qizimiz Teatramizning singlisi Sevara singlimizga deb atayladik. Ertalab beri o'ynab jabdi mana shu Sevara singlimiz. Qani yigitlar bitta chiroyli muzika bo'lsa, Sevara kibeqa 20 manat pul prizimiz bor. Qani muzika bilan mana shu Sevara qizimizga topshirib qo'yaylik. To'ydan to'yona. Sevara kecha rahmat deymiz. Endi mana shu davramizda duo beradigan kishi bo'lsa, kelin-kuyovlarimizga olib kelingizlar. Bir chiroyli qilib mana kelin-kuyovlarimizga duo olib yuboraylik asta-sekin. Sevara bormi duo beradigan tog'alari, bobolari? Marhamat keling akajonimiz mana to'yimizni ham chiroyli qilib o'zingiz ochgan edingiz. Endi yoshlarimizga duo berishingizni so'raymiz. Qani keling Hamburz aka. Rahmat sağolun. Hurmatli mehmonlar, mana har yaqin bir tartibi var. To'yimizdan menda soat 11:30 yeshilcha 11 qo'yadi. Endi ko'paylashib shu 2 yoshga bir duo bersak, amin. Shu 2 yosh qo'shib qarasin. O bag'atli turmush bo'lsin. Xalqimizga, elimizga, vatanimizga kerakli eng bir bag'atli boshqalar bo'lib yetishsin. Nasib bo'lsa bular o'g'illi, qizli bo'lib, ularning to'ylarida shu qatnashib kerak. Shunga qatnashgan hammaning to'yiga qatnashib, hammamizning uyimizda to'y bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Hammamiz sog' bo'ling. Sizlar ham sog' bo'linglar. Rahmat deymiz, sog' bo'lib omon bo'ling deymiz. Yana bir bora Kamoljon Shayraxon bugungi visol kechalaringiz bilan barcha mehmonlarimiz nomidan tabriklaymiz. Sizlarga uzoq umr, sog' salomatlik tilaymiz. Aziz mehmonlarimiz, sizlar bilan biz xayrlashamiz, sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar deb yigitlarimiz uchun bitta qo'shiq, keyin yar qo'shiqlar bilan yoshlarimizni kuzatib qo'yamiz. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar deymiz. Qani marhamat.
Nörik ciğen hala nörik ciğen. Çıkamız olsun. Erten çıkamız olsun. Ne bu? Olmaz olmaz. Bana da atın. Bak neydi galiba? Var mı?